Assalomu hurmatli obunachilar, navbatdagi obyektlarni boshlaymiz. Bu obyektimiz Surxondaryoda, Novosibirsk yo'li 7-chi Surxondaryodamiz. Mana hurmatli obunachilar, liftdan chiqib oldim, podyezdimizni. Bu yerda afg'on do'nib ekan, chunki afg'onlar qo'ygan. Bunga bu yerda mana kerakli xizmatlarni olganmiz. Mana ustidagi dom. Spanli. Çünkü o stikerlerden yapıştırıp olganmiz. Stikerlerden yapıştırıp olganmiz. Уже chiqarayotgan boshlaymiz ahvolisi. Hatto böyle lentalar yapıştırıp olganmiz. Bu hammom. Hammomda nimalar bo'ladi. Bu hol qismimiz. Yomini oshxona. Stikerimiz yopishgan. Buni ikki marta tortib, keyin stikerimizni yopish quykalar stikerimizni yopishtirib olamiz. Böyle şimdi kontrol etmem. Bu zaptımız. Qalafalı, qo'l hamma ishlaymiz. Video ishlarini, jurnal ishlarini shaqib tortamiz. Katta 120 shpatullar ishlaymiz. Kichkina shpatullar ishlamayapti juda xolisi. Buni surish jarayoni. Bunun balkonu var. Ispaniya qismimiz. Yo'ldan ishlayib ishlarni boshlayapmiz.